To'qimachilik aholini eng ko'p band qilayotgan sanoat tarmog'idir. Bugungi kunda 6 mingdan ziyod korxonada 570 ming kishi ish bilan ta'minlangan. Ayniqsa, paxta to'qimachilik klasterlarining o'sish dinamikasi yildan yilga ortmoqda. Aytaylik, 2018-yilda atigi 15 ta klaster faoliyat olib borayotgan bo'lsa, 2023-yilda 134 ortdi. Quvonarlisi, mamlakatimizning ayni ushbu yo'nalishdagi faoliyati qo'shni davlatlarda ham ommalashmoqda. Bu uzoq bosib o'tilgan mashaqqatli yo'lning kutilgan mahsuli. Klaster tizimiga o'tish mamlakat qishloq xo'jaligi va to'qimachilik sanoatida burilish yasashi kerak edi. Vazifa bajarildi. Paxtachilikda tolani qayta ishlashning o'zi 2,5 barobarga oshib 100% ga yetdi. Ip kalava va tayyor mahsulot ishlab chiqarish ham bir necha barobar oshdi. Shunga mos ravishda eksport hajmi ham ortib boryapti. 100 minglab ish o'rinlari yaratildi. Jahon bozorida mahsulot yetkazib berish zanjirining barqarorligi va shaffofligiga erishildi. Klasterlarda 3.4 million tonnadan ortiq paxta xom ashyosi yetishtirilmoqda. Bu mamlakatdagi jami paxta hosilining 90% dan ortig'ini tashkil etadi. Ichkarida tamoman o'zini oqlagan tajriba O'zbekiston tashqarisida ham o'z doirasini kengaytiradi. O'zbekistonning paxta to'qimachilikdagi boy tajribasi bugun mamlakatdan tashqarida ham yaxshigina ma'lum. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston kabi ko'plab mamlakatlar ushbu tizimni o'zida qo'llashdan manfaatdor, natijalari allaqachon bor. Masalan, bugun Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda O'zbekiston ishtirokidagi klasterlar o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Endigi navbat Ozarbayjonga. O'zbek modeli asosidagi paxta to'qimachilik klasteri faoliyati bu gal mustaqil ravishda ilk marotaba Ozarbayjonda. Davlat rahbarining Ozarbayjonga tashrifidan so'ng boshlangan muzokaralar muvaffaqiyatli. Ozarbayjon iqtisodiyoti uchun Bu Ozarbayjon iqtisodiyoti uchun ham muhim loyiha. Mamlakatlarimiz rahbarlarining asosiy irodasi O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlarning jadal rivojlanib borayotgani tufayli bu ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich doirasida ushbu klaster uchun 5826 gektar maydon ajratilib, ikkinchi bosqichda paxtani qayta ishlash korxonasi, ip kalava ishlab chiqarish korxonasi, to'qimachilik va tikuvchilik fabrikasi qurish ko'zda tutilgan. Ushbu klaster 10 yil muddatga daromad va yer solig'idan ozod qilinadi. Klaster rahbari Ozarbayjonda bergan intervyusida loyiha to'g'risida shunday deydi. Bizim 2022'dagi bu loyiha yo'lida harakatlar 2022-yilda boshlangan. Bu loyihani amalga oshirish taklifi bildirilganda biz bajonidil qabul qildik. Bugun yakuniy muzokaralarimiz bo'ldi va ish boshlandi. 5825 gektar maydonda paxta ekishga tayyormiz. 20 ming tonna paxta hosil olishni rejalashtiryapmiz. Shu bilan birga tayyor mahsulotlargacha zanjirni boshlaymiz. Loyiha sabab mingdan ortiq ish o'rni yaratiladi. Qolaversa, bu davlatlarimiz aro o'zaro munosabatlarimiz yaxshilashda ham muhim qadam bo'ladi. Loyiha uchun Ozarbayjonning emishli hududidan 5826 gektar maydon tanlandi. 54 million dollarlik TSC Textile Group tomonidan amalga oshiriluvchi to'liq zanjir 5 ta yo'nalishda bo'ladi. Bunda 9,5 ming tonna paxta yog'i, 7 ming tonna paxta tolasi, 7 ming tonna ip kalava, 3,5 ming tonna mato, 800 ming dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilyapti. Hozirda klasterning qurilish loyihalash ishlariga start berilgan.